Munira opa, mana qiz farzandni tarbiyasi judayam bir qiyin-da. Qiz o'stirishda o'zi oson emas. O'sha sizni yoshligingizda, bolaligingizda ota-onangiz sizga qanchalik vaqt ajratishgan, sirdosh bo'lishgan, do'st bo'lishgan. Mana o'sha oilada ota-onani o'zi farzanddan yaqin bo'lsa, ko'chadan axtarmaydi-da, shu yaqin insonni. Nima deb o'ylaysiz? Ota-ona o'zi farzandga yaqin bo'lishi kerakmi? Yaqin bo'lish kerak ota-ona. Sizni hayotingizda bu qanchalik rol o'ynagan? Mani onam juda ham yaqin bo'lganlar. Hattoki kechalari kelib yonimga uxlardilar. Bolam, ko'chadan do'st izlama, mana man. Qanday siring bo'lsa menga aytgin derdilar. Shu ichimga kirishga harakat qilardilar. Men bilmay qolib o'zimning sirimni ham aytib qo'yardim. Hattoki shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Endi aynan 17-18 yoshda har xil qizlarda o'zini siri bo'ladi-da. Men hammasini onamga aytib yengganman. Ro'y-rost aytganman. Hech ham uyalmasdan. Mani onam hayotda tajribalaridan gapirib berganlar. Bolam, shoshilma, o'qish birinchi o'rinda deb to'g'ri yo'l ko'rsatib, turmushga shoshilma bolam. Hali o'qiysan, o'qishlarga kirasan, keyin chiroyli bir turmushga qurasan. Hozirgi bir o'qimagan yoki bir kollejni bitirgan bolaga tegsang, ertaga afsuslanib yurasan deb mana shu tavsiya berganlar, maslahat berganlar, sirdosh bo'lganlar, do'st bo'lganlar menga. Mana onangiz bilan do'st bo'lgan ekansiz, yaqin bo'lgan ekansiz. Yana suhbat orasida aytib o'tdingizda, o'sha ota-onam o'sha chetda ishlashgan, bizni boqish uchun, oilaviy sharoitni yanada yaxshilash uchun ishlashgan dedingiz. U vaqtlarda qanday bo'lgan? Endi men Toshkentga o'qishga kirganimdan keyin ota-onam yiroqda bo'lganlar. Sababi bilasiz, Toshkentda o'qish uchun o'zimas mablag' kerak. Hattoki kvartirada to'ylash uchun ota-onam Moskvada ishlashga ketishgan. Qiz bolani pulsiz qoldirsang, pulga muhtoj qilma. Doim ta'minlab turgin. Mana shunaqa qilib ota-onam doim ta'minlab turgan meni. Hattoki puling bormi qo'lingda, yo'qmi deb so'rab turardilar. Uzoq bo'lishlar, mendan uzoq bo'lsalar ham, lekin har kuni xabar olardilar, har kuni telefon qilardilar, nima qilyapsan deb. Hammasini onamdan so'rab, ro'y-rost hamma narsani aytardim onamga. Hech ham gap yashirmaganman. Chunki o'rtamizda sirdosh edikda onam bilan. Onam shu narsaga kelishganlarki, bolam 4 yil institutda o'qiysan, 4 yil davomida menga suyansang bo'ladi. Qanday qiyinchiliklar bo'lsa, qanday savollaring bo'lsa, hammasini menga ayt. Men o'zim senga yordam beraman deganlar. Hech kimga ko'chadagi bolagami yoki odamlargami umuman ishonch yo'q. Hech kimga ishonch yo'q deganlar. Shu qanday vaziyat bo'lsa ham hammasini onamga aytganman. Doim pul bilan ta'minlab turganlar, pulga muhtoj bo'lmaganman. Shuning uchun men ham hozir qizimga masalan tarbiya berayotganimda aytamanda, bolani hech qachon pulsiz qoldirmaslik kerak. Doim ochmisan, to'qmisan, nima qilib yuribsan, har minutda so'rayman. Masalan, ertalab o'zim ishga kelaman, kuni bilan ishda bo'laman, lekin bolamdan har soatda xabar olib turamanki, och qolib ketmadimi? Har xil yo'llarga kirmadimi? Munira opa, mana aytyapsiz-da, och qolib ketmadimi, pulsiz qolib ketmadimi deb mana shu holatlariga e'tibor beraman deyapsiz-da. Bu masala ham kerak, bu holatlar ham kerak albatta, lekin qizingizni qanchalik tinglay olasiz, u bilan qanchalik do'stdek suhbatlasha olasiz? Qizim bilan har kuni ishdan keyin alohida bir soat ajratamiz. Deyarli 1-2 soatlab gaplashamiz, sirlashamiz, juda ham sirdoshmiz. Qizim hamma narsani menga aytib beradi, hech ham sir tutmaydi. Qizimga aytganman, faqat do'stingman. Ko'chadan do'st izlama. Mayli, endi o'rtoqlaring bilan gaplash, lekin siringni aytma. Hamma siringni menga ayt. Men senga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchiman. Qanday maqsadlaring, niyatlaring bo'lsa menga ayt. Keyin oyi, men hozir juda ko'p o'ylayman, hali endi 9-sinfda bitirdim. Qaysi kasb yo'nalishda ketishni bilmayapman deydi. Endi to'g'ri, hali 11-sinfgacha har xil fikrlaydi. Hali dasturchi bo'laman deydi, hali ertaga kelib vrach bo'laman deydi, yana bir kuni kelib jurnalist bo'laman deydi, har xil kasblarni aytadi. Lekin hali o'zini topgani yo'qda. Lekin ingliz tilini o'rganyapti. Men har kuni nazorat qilaman qizimni, har soatda nazoratda.
Xudoga shukur. Endi o'g'il bolani tarbiyasidan ham ko'ra qiz farzand tarbiyasi juda ham bir katta mas'uliyatni talab qiladi. Bu narsani hamma ham yaxshi tushunib biladida. O'zingiz qanchalik buni his qilasiz? Qiz tarbiyasida nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? Bilasizmi, aynan 13-14 yoshda qizlarda o'zgarish periodi bo'ladi-da. U paytda jizzaki bo'lib qoladi qizlarimiz. Hattoki onasini gapini eshitgisi kelmay qoladi. Mana shu pozitsiyadan o'tkazib olsak, marra bizniki. Lekin o'sha paytda biz hamroh bo'lishimiz kerak, do'st bo'lishimiz kerak. Yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun, qandaydir bir vajlarga ishonib, bir do'stlariga ishonib, yo qandaydir bir ko'chaga chiqib ketmasligi uchun birinchi o'rinda mehrni ayamaslik kerak. Qiz bola mehrga muhtoj bo'ladi. Uyda mehr topolmagandan keyin o'sha mehrni ko'chadan qidirishga harakat qiladi-da baribir. Ha. Shu uchun ko'chaga chiqib ketmasligi uchun avvalo qiz bolaga o'sha paytda u baqiroq bo'ladi yoki nimani istayotganini o'zi ham bilmay qoladi o'sha paytda-da. Hattoki mana shunaqa qizlarni kuzatganmanki, aynan 13-14 yoshida qo'liga lezva olib, yo pichoq olib venasini kesgan darajada bo'ladi-da qizlarimiz. Endi bu haq bor gap bu narsa. Lekin mana shu narsadan qaytara oladigan oila muhiti chiroyli bo'lishi kerak. Bu uchun ayol aqlli bo'lishi kerak, ona aqlli bo'lishi kerak. Onalarimiz agar o'qimishli, ziyoli bo'lsa, o'zida bir farosat bo'lsa, estetika bo'lsa, o'sha farzandini to'g'ri yo'lga ko'rsatib, bolajonim unday emas. Kitob o'qiymiz. Bilaman, ayni o'sha yoshda bolalar ko'chaga yurgisi keladi-da. Mayli chiqing, bolangiz bilan sayohat qiling, o'tbetlarga olib boring, zooparklarga olib boring, nima desa xo'p deyish kerak ekan. O'sha moment, o'sha perioddan aynan 13-14 yoshda qiz bola balog'atga yetayotgan paytidagi periodda bolaga qarash kerak, u nima desa xo'p deyish kerak. Masalan, yoshligida ko'p injig'itda hamma aytganini qildirgisi kelardi-da qizimni. Lekin men ha deb qilardim aytgan. Sababi u xohlayapti shu narsani, ko'rishni xohlaydi yoki parklarga sayohat qilishni xohlaydi yoki oyi deydi, faqat uyga o'tirmaylik, iltimos, u yoq bu yoqqa olib boring yoki mashinada ko'proq aylanishni xohlaydi, o'tbetlarga borishni xohlaydi yoki meni deydi Samarqandga olib boring, yo viloyatlarga olib boring, aylantiring deydi. Ya'ni imkon darajada vaqt topaman, mablag' topib o'sha qizimni ko'nglini olishga harakat qilaman. Sababi bizda bugungi kunda farzandlarimizni tarbiyasi birinchi o'rinda muhim. Mana hozir aytyapsiz, hech kimdan kam qilmaslikka harakat qilaman, imkon qadar aytganini qilish kerak deyapsiz-da. Lekin tarbiya masalasiga bu salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Og'izdan chiqqan narsasini muhayyo qilish, bu o'ziga nisbatan nima desa bo'ladi? Dangasa qilib qo'ymaymizmi farzandlarni, erkatoy qilib qo'ymaymizmi? Shu narsalarga qanday qaraysiz? Endi hamma narsani chegarasi bor. Qizimga birinchi qiyinchiliklarni ham aytib o'taman. Keyin tajribalar asosida kimdirni oilasini ko'rsataman. Mana qara, o'qimagan-da bolam. Birinchi o'rinda o'qish kerak. O'qimagan oilani qara, hozir ish ham topolmayapti. Kirakashlik qilib yuribdi yoki ayolini qara, pishiriqlar qilib, tonggacha nimadirlar qilib, ko'chada sotib yuribdi. Sen shunaqa yashashni xohlaysanmi deb men ataylab shunaqa oilalarni xonadoniga olib boraman, ko'rsin. Endichi men masalan kiyinishga ham qimmatbaho kiyimlarni olib bermayman, to'g'risi. Oddiy, o'zini yoshiga mos kiyimlar. Yeyishiga ham endi nima masalan o'zini yaxshi ko'rgan bunaqa boylarday oshirib unaqa qila olmayman, to'g'risi. Hamma narsaning chegarasi bor. Men aytaman, bolam, haddingizdan oshmayapsizmi deb qo'yaman, jim bo'lib qoladi. O'zimni keyin biz yashagan paytdagi qiyinchiliklarni aytaman. Hatto mana o'sha paytlarda biz sariyog'larda yoki guruch olishda, sariy olishda, endi aqlim masalan sovet davrini ozgina bo'lsa ham ko'rganman-da, 5-6 yoshimgacha ko'rganman. Onamlar magazinga borsa, do'konda kutib turishardi, qachon yog' beradi, qachon guruch beradi, qachon tuxum beradi, hammasini navbatma-navbat olib, bir navbati ham uzun bo'lardi-da. Mana shunaqa navbatlarda turib olardik. Men bu og'ir qiyinchilik kunlarni ko'rganman. Men qizimni ham shu narsalarga o'rgatganman. Hattoki qiyinchilikni ko'rsin, keyin shukrona bildirsin degan anaqalarni ham ko'rsatganman. Bugungi davrda, bugungi zamonda
mana qizingiz yashayapti-da hozir. Siz o'zingiz yashagan davr bilan hozirgi davrni solishtirib qanday plyuslarni ayta olasiz qizingizga nisbatan? Shukur qil deyman birinchi o'rinda. Shunaqa tinch, hamma narsa muhayyo, xohlasang ichimliklar bor, xohlagan Yevropadan hamma davlatlardan bizga bor. Nima xohlasang yeyish uchun masalan hamma sharoitlar, kiyinish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Hozir misol uchun bozor yurmasdan uyda o'tirib buyurtma qiladi kiyimlarni masalanda hamma sharoitlar yaratilgan. Bizning davrimizda hattoki do'konlarda o'zimiz xohlagandek kiyimlar bo'lmasdi. Faqat sovet davrida kiyimlarni kiyardik. Hamma bir xil kiyardi, lekin inkubator. Ko'ylaklarimiz ham bir xil bo'lardi-da. Chunki o'sha magazinda keldi o'sha ko'ylak, hamma kiyardi. Boshqa do'konlardan topa olmasdingiz, hamma bo'lmasdi. Tanlov yo'q edi. Bugungi kunda tanlovlar juda ham ko'p, imkoniyatlar yaratilgan, sharoitlar yaratilgan. Bemalol imkoniyatlardan foydalanib, faqat shukur qilib yashash kerak. Doim qizimga urush bo'layotgan joylarni ko'rsatib taxmin qilaman yoki mana zilzila bo'ladigan joylarni ko'rsataman. Oyi, meni qo'rqitmang bunaqa joylarni ko'rsatib deydi. Lekin bolam deyman, qo'rquvni ham yengish kerak. Bugungi zamonda odam qat'iyatli bo'lish kerak, qo'rqish emas. Tayyor turish kerak bu narsalarga. Doim tayyor turish kerak. Qiroling bo'lish kerak. Bolam, qanaqa qirolim desa, birinchi o'rinda endi qizlardan bilim talab qilinadi. Seni saviyang, seni fikrlashing, seni dunyo qarashing birinchi o'rinda. Aldanib qolmasliging, boshqa yot begona odamlarga yoki bir chet davlatdan keladigan bir aldovga yur seni olib ketaman chet elga deb mamlaqa odam savdosiga qo'shilib qolmasligi uchun har xil vaziyatlarni tushuntiraman qizimga. Yo'llarini aytib beraman. Mana ko'p onalar bilan suhbatlashganimizda shu narsani his qilamizki, farzandimga o'zim xohlaganimdek vaqt ajrata olayotganim yoki tarbiya bera olmayapman degan gapni aytishadi-da. O'zim xohlagandek vaqt ajrata olmayapman, o'zim o'sha xohlagan narsalarni qilib bera olmayapman deb o'zlaridan shikoyat qilishadi-da. Haligi nima desa bo'ladi, o'sha o'zim xohlagandek qila olmayapman degan narsani gapirishadi. Siz bugungi kunda farzandingizga qanchalik o'zingiz xohlagandek vaqt ajrata olyapsiz yoki xohlagandek tarbiya qila olyapsiz? Farzandingiz chindan ham tarbiyasi ko'nglingizdagidek bo'lyaptimi? Albatta ko'nglimdagidek bo'lyapti. Sababi har doim nazoratda. Bu vaqtim bo'lmayapti degani bir bahona bo'lishi mumkin. Hamma narsaga vaqt topish mumkin. Xohlasa odam xohlash kerak, faqat xohlash kerak. Masalan, ishimiz soat 6 da tugaydi. 6 dan keyin bolani nazorat qilasiz, boshqa nima qilasiz? Masalan, uyga borasiz, ovqat pishirasiz, hattoki mana dasturxon boshida turgan payti ham tarbiya berish mumkin bolaga. Misol uchun aytishadi, vaqt topa olmayman deydi. Ovqatlangan paytida vaqt topish mumkin-ku bolajonim debdi. Ovqat yeb bo'lgandan keyin endi balkim bir xillarga ovqat payti yoqmas nasihatda, masalan, ko'pchilik aytadi, ovqat payti gapirmang menga deydi-da, masalan. Lekin ovqatni yeb bo'lgandan keyin bemalol ozgina o'tiraylik, yana gaplashaylik yoki qizimni o'zi ba'zida aytib qoladi-da, "Oyi, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun nima haqida suhbat qilamiz?" Mana shunaqalarni gapiradi yoki aytadiki, ovqat yeb bo'lgandan keyin ozgina ko'chani aylanib kelaylik, toza havoni aylanib kelaylik, sizga aytadigan gaplarim bor deydi. Qarang, o'sha uyga ayta olmaydi-da, ko'chada chiqib, sayr qilib yurgan paytida o'zini gapini ayta oladi. Men o'sha paytda xursand bo'lib ketaman, shunaqa farzandim borligidan faxrlanaman, to'g'risi. Siz ona bo'lib tinglaysizmi yo bir dugona sifatida tinglaysiz? Dugona sifatida tinglayman. Aytamanki, qizim, meni boshqa qizim yo'q, bitta qizimsan. Shu bitta qizimliging uchun sen hamma gapingni menga aytishing kerak. Begonaga emas. Balki meni o'rtoqlaring ham seni tinglar, lekin menday maslahat bera olmaydi desam, xursand bo'lib ketadi. Onajon, boringizga shukur. Men bemalol sizga hamma gaplarimni ayta olaman deydi. Yashirma. Birinchi o'rinda yashirma deyman. Munira opa, bugungi kunda o'sha qiz bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan onalarga qanday tavsiyalaringizni berib o'ta olasiz? Birinchi o'rinda qizlarimiz bilan do'st bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, qizlarga mehr ko'zi bilan qarab, bolajonim, qizim desangiz, qizingiz o'zini shundoq ochiladiki, o'zi bilmay qoladi. Faqat
mehr bilan, mehr ko'zi bilan qarash kerak. Man yoshligidan qizimga e'tibor berganman. O'zim kitoblarni o'qib rolga kirardim. Masalan, qanday ertaklar o'qiymanmi, o'shani qahramonlarni roliga kirib gapirardim. Masalan, Qizil qalpoqcha haqidagi ertakka bo'rini ovozini qilardim yoki buvini ovozini qilardim. Qizim o'shanga qarab qiziqardi. Qiziqtirish kerak-da bolani. Yoki birga kino ko'ramiz. Kinoni ko'ramizda, keyin kinodan o'zimizni xulosalarimizni yoki qizimni atayin jo'rtaga so'rayman. Qanday xulosa qilding deyman. Keyin aytib beradi hammasini. Mana shu birgalikda kino ko'rish kerak bola bilan. Teatrga borish kerak. Ko'proq kitob o'qish kerak. Bolalarimiz o'zi o'qigisi kelmaydi-da. Endi bilamiz, hozirgi bolalar juda ham dangasa. Siz ovoz chiqarib o'qishingiz kerak lekin. Mana shuni men tavsiya qilardim. Ko'proq onalarimizga mayli u eshitmasdan nimadir bilan mashg'ul bo'lishi mumkin, nimadir bilan band bo'lishi mumkin, rasm chizishi mumkin o'sha paytda. Mayli qo'yib bering. Baribir qachondir o'sha qush inida ko'rganini qiladi. Qiladi. Bolani-chi erkin qo'yib qo'yish kerak-da, ha deb tanbeh bermaslik kerak. Tanbeh boru bolani zeriktiradi. Tanbeh o'rniga o'zingiz namuna bo'lib ko'rinishingiz kerak. Ha, namuna bo'lib Ne ko'rinish demoqchisiz? uchun men atayin jo'rtaga kitobni ochib olib, baland-baland ovozda o'qiymanda, qizim boshqa xonaga bo'lsa, yugurib keladi. Oyi, davom ettiring. Yoki u biladi meni ovoz chiqarib o'qiyotgan paytida gapirmaslik ekanligini yoshligidan biladi-da. Jim oyoq uchida keladi-da, meni oldimga o'tirib oladi-da, eshitib o'tiradi. Keyin tugagandan keyin oyi, biram yoqdi deb keyin qani bolajonim qanday xulosa olding deb undan so'rayman. Keyin u gapirib beradi. U yanada qiziqarli gapirib beradi. Qanday esingga qoldi desam, esimga qoldi oyijon, chunki siz rolga kirasizda deydi. Mana shu narsasi, mana shunday tarbiyalash kerak bolalarni.